Jules Verne 1828 va 1905-yillarda yashab o'tgan mashhur fransuz yozuvchisi. Butun dunyoda ilmiy fantastika janrining asoschisi sifatida tanilgan. U Fransiyaning Nant shahrida oddiy advokat oilasida tug'ilgan. Yoshligidan dengiz, sayohatlar va yangi kashfiyotlarga qiziqqan. Hatto aytilishicha, u 12 yoshida uydan qochib dengizchi bo'lishni istagan, lekin otasi uni qaytarib olib kelgan. Shunga qaramay, bu orzular keyinchalik uning asarlarida yorqin aks etgan. U aslida huquqshunoslikni o'rgangan, lekin qalbi adabiyotga tortardi. Verne dastlab teatr uchun pyesalar yozdi. Keyin esa o'zining mashhur sarguzasht va ilmiy fantastik romanlarini yaratdi. Uning ijodida ilmiy bilim va inson tasavvurlari birlashadi. Masalan, Yer markaziga sayohat, 8 dan 8 kun ichida sotuv ostida 20 ming liga, Kapitan Grant bolalari kabi romanlari bugungi kungacha eng mashhur asarlar qatorida turadi. Ushbu kitoblarda o'sha davrda hali mavjud bo'lmagan texnologiyalar tasvirlangan. Suvosti kemasi, kozmik parvoz, tezkor poyezdlar, hatto Oyga uchish g'oyasi ham bor. Qiziq tomoni, oradan 100 yildan ortiq vaqt o'tib, insoniyat aynan shunday yutuqlarga erishdi. Shu bois ko'plar Jules Verne'ni kelajakni ko'ra olgan yozuvchi deb atashadi. Jules Verne asarlari faqatgina sarguzasht emas, balki yoshlarni bilim olishga, ilm-fanni qadrlashga undaydi. Uning romanlari orqali o'quvchi nafaqat qiziqarli voqealarni o'qiydi, balki geografiya, fizika, biologiya va boshqa fanlar haqida ham ma'lumot oladi. Shu sababli uning kitoblari ko'plab maktablarda darslik sifatida ham tavsiya etilgan. Verne hayoti davomida qariyb 80 ga yaqin asar yozgan. U hayotligidayoq mashhur bo'ldi. Bugungi kunda ham uning kitoblari 100 dan ortiq tilga tarjima qilindi. Bu yozuvchi nafaqat fransuz, balki butun jahon adabiyotining faxridir. Jules Verne'ning ijodi insonni orzu qilishga, yangi ufqlarni kashf etishga, ilm-fanga ishonch bilan qarashga chaqiradi. Shu sababli u adabiyot tarixida abadiy o'chmas iz qoldirgan buyuk yozuvchilardan biridir.